Salom do'stlar, Shayxontohur rayonidan 3 xonali uy qidirib yurganlar bormi? Bu uyimiz albatta yangi egalarini kutmoqda. 75 kvadratdan iborat 3 xonali xonadonimiz bo'ladi. Bu turgan joyimiz bizni zal qismimiz bo'ladi. Mягкий zonamiz bor. Bu yoqda televizorli zonalarimiz bor. Mana konditsionerlarimiz ham qarang, nozik qilib ishlab turibdi. Bu yoqda esa 6 talik o'tiradigan stol stullar qilingan. Uyimiz juda ham chiroyli, ranglar uyg'unligi bor. Bu yoqda esa bizda detskiy xonamiz joylashgan. Ikkita divan o'rnatilgan va o'zining bu yoqda kichkinagina dars qilib o'tiradigan va bu yoqda shkafchiklari bor, hurmatli obunachilar. Endi sizlar bilan kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnisi rovodini to'g'risidagi novostroykamiz bu. Spalnimiz o'zining bu yoqda shkaflari va lustramizni ham qarang. Neobычный lustralar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Va endi sizlar bilan oshxonaga kiramiz. Qani marhamat, oshxona qismimiz. Oshxona qismimizda barcha texnikalarimiz mana bu yoqda o'rnatilgan va o'zining kichkinagina balkonchasi bor. Mana yo'lda yuzida joylashgan, hurmatli obunachilar. Xo'p, endi sizlarga bu uyimizni mana koridorlarini ko'rsatib o'taman. Koridorimiz kiraverish qismimizga qarab ketyapmiz. Xo'p. Do'stlar, bu yoqda hammom qismimiz keladi. Bu yoqda esa hojatxonamiz keladi, hurmatli obunachilar. Mana bu yoqda koridorimizni davomini qarang. Devorlarimiz atechento qilingan. Va bu yoqda kiraverishimiz bilan bu yoqda stroyniy shkafimiz bor, oynali zonamiz bor va bu kiraverish eshigimiz. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak,